Yoshlar radiosi taqdim etadi. Yoshlar radio kanali har kuni har dam yoshlarni tinglang. Yoshlar radio kanali orzularingiz ovozi. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Yoshlarda siz kutgan uchrashuv loyihasi uning taqdimoti bilan mikrofon oldida men dastur muallifi Zulfiya Fayzullayevaman. Bugungi mehmonimiz siz u biz sevgan, elimiz sevgan san'atkor, so'z va kulgu ustasi, qiziqchi Avaz Oxun bo'lyaptilar. Bildim, hammalaringizning yuzlaringizda tabassum indi, chunki kulgi ixlosmandlari, hazil mutoyibani yaxshi ko'ruvchi insonlar uchun yoshlardan bugun ajoyib suhbat bo'ladi degan umiddaman. Qiziqchilarimizni ham o'xshatsak bo'lar ekan, qarang. Mani ustozim Hojiboy aka Tojiboyev, mana psixolog. Yana bir ustozimiz bor. Alloh rahmat qilsin, Obid aka Asomov. Obid akani biz mana jarroh dedik. Yana bir ustozimiz Rustam aka Hamroqulubda taniydigan odamlar bormi? Bitta qarsak chalib qo'yinglar. Namanganlik ustozimiz. Biz Rustam akani kardiolog dedik. Endi qiziqchilarning zo'ri bor. Hozir aytsam shundog'iga ham qarsak chalasizlar. Muhiddin aka Darveshov. Ha? Ustozimiz Mirzabek ekanmi? Biz anesteziolog dedik. Valijon Shamshiyev ustozimiz, akamiz. Valijon akani biz mana bolalar shifokori dedik. Avaz aka, studiyamizda sizni xush ko'rdik. Rahmat, salomat bo'ling, assalomu alaykum. Yoshlardan deganingizda xursand bo'ldim. Demak, men ham yosh ekanman. Albatta, juda ham yoshsiz. Bir qarang, 18 bilan 20 yoshda orasidasiz. Ayniqsa odamlarga o'sha yaxshi. Siz kakraz yoshim ko'p chiqadi. Aha. Yaxshi, ayniqsa qizlarga hech qachon o'zingiz ham aytasiz-ku, yoshingni aytmagin deysiz yoki bo'lmasam o'sha xonandalar yoshlarini sir tutishadi, ha? Muxlislari kamayib qoladi deb. Endi qo'shiqchilarda bo'ladi. Qo'shiqchilarda bo'ladi. Bizga aloqasi yo'q. Aha, yaxshi. Uylanganini ham yashirishadi-yu. Aha. Avaz aka, ijodiy kayfiyatlar qalay? Yaxshi, zo'r. Aytadi-yu, qay yurtlarda bo'ldingiz? Bugungi kuningiz qanday vaqtda nelar ko'rdingiz deydi. Nega olis jahonda, ne mo'jiza jahonda deydi. Aha, shunday deydi. Abedgacha nima qildim o'zi abedgacha? Abedgacha dam oldim shekilli. Chunki kech konsertdan kech chiqyapmiz, hozir konsertdamiz. Yana chiqib hozir konsertga borishimiz kerak. Lekin mana shu biz muxlislarimiz uchun ham vaqt ajratganingizga katta rahmat. O'zingiz radio eshitasizmi? Eshitaman. Qanday vaqtlarda eshitasiz? Asosan Mashinada. Mashinada eshitasiz. Yoshlarni eshitasiz. Eshitaman. Kuldirish ham oson emas-da. Ayniqsa siz kulmay kuldirasiz-ku. Umuman mana shu suhbat jarayonida men baribir inson hech qachon ustozlarning mehnatisiz, ustozlarning xizmatisiz, ko'magisiz kamolotga yetmaydi. Kimlarni eslaysiz? Endi men ustozlar deganda maktabdan boshlab ta'lim bergan ustozlarimizdan tortib va shu bugungi muvaffaqiyatlarimga eng asosiy sababchi bo'lgan ustozim Ma'mur aka Umarovni eslayman. Demak, bu maktabdagi ustozingiz, a? Yo'q, hozirgi kundagi. Oliygohga kelganimda tanishgan, aynan soha bo'yicha bo'lgan ustozim, mana shu san'at sohasidagi ustozlarim ichida eng haligi nima deydi? Professori. Professori, doktori. Bizlar ham professor. Yaxshi. Kulgi ixlosmandlari mana shu Hojiboy Tojiboyevni juda ham yaxshi ko'rardi ijodini. Ularning har bitta o'sha chiqishlari, ular repertuar deymiz-ku, chunki qiziqchilarda ham repertuar bo'ladi. Har bitta elementga qotib kulishardi, o'sha pauza saqlardi-da. Hojiboy akani biz o'sha vafot etganlaridan keyin biz o'sha bo'shliqni Avaz Oxun to'ldirdi deymiz, ma'lum ma'noda. Biz to'g'ri hayot nima deydi? Boqiy emas, doim davom etadi, kimlardir ketadi, kimlardir keladi. Lekin qandaydir ijod uslubingizmi, nimangiz bilandir bizga o'sha Hojiboy Tojiboyevni eslatdingiz. To'g'ri, o'zingizni yo'nalishingiz bor, lekin siz o'sha menimcha bachkanalikdan yiroq, o'sha ustozlarimiz desam sal balki to'g'ri bo'ladi. Chunki meni ustozim Ma'mur aka Umarov, Hojiboy aka Tojiboyev bilan
qariyb bir 20 yilga yaqin birga ijod qilgan. Va maslahatchi bo'lgan. Repertuarlarida ham fikr bo'lgan. Balki shundandir mana shu ustozi maktabi ustozni maslahatlari ikkalamizga ham shu nima deydi? Ta'sirida o'xshashlar bo'lsa kerak deyman-da. Kerak. Yaxshi. Bilasizmi, bizni loyihamizni bir an'anasi bor. O'sha xonandalar chaqirsak bir jonli ijro bo'lsin deymiz. Jonli ijro. Shoirlarni chaqirsak yaxshi bir she'r bo'lsin deymiz. Sezdim nima demoqchiman. Endi bildingiz, kosa tagida nim kosa nimaligini. Voy, men yangisini hozir qidirishim kerak edi endi hozir, Mayli, lekin eskisi ham bo'ladi, chunki bu studiyada jonli suhbat bo'layotgandan keyin bizga har qanaqasi ham go'zal, har qanaqasi ham chiroyli. Ular nimadir demoqchimasizmi? Nimadir? Shu narsa emas. Yaxshi. Haligi bir har ayolga uylanibdi-da, shu o'lsa boyligi menga qoladi deganda, endi o'zidan bir 40 yosh katta ekan. O'zi yoshgina yigit ekan. Bir do'stini chaqiribdi-da, bir kelinni qo'lidan choy ichib ketgan debdi. U kelinligi qopdimi endi u? 65 ga kirgan. Kelin ham choyni qo'yib ketgan ekan. O'rtoq aytdi, menga qara debdi. Pulli deb shu ayolga uylandingmi debdi. Ey, sendan 40 yosh katta ekan debdi. Bu qatdan topdingmi desa, yor fursatdan topdim debdi. Menga qara. Bu sigaret o'zbek emas-a desa, yo'q o'zbek emas debdi. Yo'q, sigaret hidi kelyapti, chekadimi desa, ya har doim chekmaydi. Ichgan paytda bitta chekib qo'yadi debdi. Menga qara, sen qanaqa ahmoqsan, shunday yosh yigit pulni deb shu kampirga uylandingmi? Pishilamasdan gapirur, qulog'i ham eshitmaydi dedi. Do'xtir aka, Ishoq bizni rejissyorlik pultida. Azizlar, sizlar mazax qilinglar bo'ldi. Salomat bo'ling. Avaz aka, bilasizmi, biz sizni sahnada kuzatamizda. Siz hozir mana kursida o'tirib, bizni muxlislarimizni stulda o'tirib kuldiryapsiz, lekin siz sahnada imo-ishoralar bilan yoqdan bu yoqqa yurib, siz joyimda. Joyimda. Joyda qiynat, to'g'rimi? Joy tanlaydi. Joyida hamma narsa joyida yaxshi-da. Yaxshi. Bu endi joy emas. Sahna boshqada. Shu. Lekin o'sha xatti-harakatlaringiz, imo-ishoralaringiz boshqacha chiqadi. Keyin o'sha tomoshabinlarga ham imkon berasiz, kulib berishiga pauza qilib turasiz, o'sha ham zo'r. Endi kulguni ustiga gapirib bo'lmaydi-da. Oldin kulib tomoshabin hazm qilib olgandan keyin beradi. Bizda yeb tursang ham oling deyveradi o'zbekchilikda. To'xtang, chaynab olay, yutib olay degan joyi bo'lish kerak-da. Juda qiyin bo'ladi. Chunki yo'q joydan topishingiz kerak-da. Shuning uchun kuzatasiz, qidirasiz, izlanasiz, yozasiz, chizasiz, yana yozasiz. Yozuvchidek gapda. Bir nima deydi, bitta ikkita haligi umumiy daftar bor, o'sha yozib, cho'zilib, buzilib to'lib ketadi. To'lib ketadi. Lekin sahnaga chiqqandan keyin yana yangilari qo'shilib ketadimi? Qo'shiladi. Sababi, masalan, birinchi kun konsertimiz 2 soat 10 minut, 2 soat 20 minut bo'lsa, keyin 2,5 soat bo'ladi. Shu oxiriga kelib 3 soatga boradi. Chunki hali boya aytdim, pauza, shu yayrab o'ynaydigan joylarda bemalol pauzalarni olib, haligi Stanislavskiy aytgan ekanda, boya gapni juda chiroyli boshladingiz. Tomoshabin teatrga nima uchun keladi deganda, pauzalarni tomosha qilish uchun keladi degan ekan. To'g'ri. Ana shu aktyor gapirmasdan turadi-ku, lekin uni hissiyotini, nima deydi, o'sha nimasini sezib turadi, haroratini sezib turadi. O'sha Abror Hidoyatov katta bir asarni o'ynagan paytda shogirdiga aytgan ekan, pardon orqasida shogird turganda aytgan ekan, hozir qarab tur. Men tomoshabin nima qilsam shuni qaytaradi degan ekan. Endi spektakl juda bir haligi avj pallasiga kelgan, bu haligi aktyor drama haqiqiy nimada turibdi dedi, obrazda turganda shunday chiqib kelib degan paytda tomoshabin ham aktyor bilan birga siqilgan ekanda. Qishib ketganda. Siqilgan ekan shuni. Endi mana bu mana shu pauza, gapirmasdan aktyor nima qiladi? Endi biz sizga bir qiziq voqea aytib bersam, shu qanaqada kelib qoldi hozir. Ayting. O'sha kelib qolganlari qiziqda.
aktyor akamiz bor. Endi kimligini aytsam bo'lmaydi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, teatrda ishlaydi, milliy teatrda ishlagan oldin. Muxlislarimizga bir topishmoq ekan demak. Mayli, endi u aktyor mayli, do'stlari xafa bo'lmas. Endi o'zi viloyatdan akamiz oldin ishlagan teatrda. O'rtoqlari kelibdi-da. Bir o'rtoq Toshkentga keluvdik. Bir teatrga olib tushib biz ham bir spektakl ko'rib ketaylik. Degan ekan, xo'p, пригласительный taklifnoma beraman, kelinglar, debdi-da, 4 ta o'rtog'ini kirgizib yuboribdi teatrga. Endi teatrda bilasiz, antrakt bo'ladi. O'rtada tanaffus. O'rtada 15 minutlik antrakt, tanaffus bo'ladi. Hali aktyor o'zi o'ynagan spektakl ekan, akamiz. Haligi grimyorning xonada o'tirsam deydi, hali sinfdoshlarim deydi, telefon qilyapti deydi. Telefon ko'tarib, "Alo" desa, "O'rtoq, rahmat, maza qildik. Zo'r bo'ldi spektakl. Biz qaytyapmiz" debdi-da. U antrakt desa, ular tugadi deb o'ylaganda, o'zi voqea tugamadi. "Yo'q, qayerga ketyapsizlar?" "Ha, hali spektakl tugagan yo'q, hali davomi bor" desa, "Ya, shu yergacha ham o'zi zo'r ekan, maza qildik." Rahmat senga Durmushlar. "Ha, bu voqea tugagan yo'q hali" deydi. "Hali bu spektakl tugagan yo'q." Men ham, o'zim ham, siz ham masalan, qachon oxirgi marta bir spektakl ko'rganimizni eslay olmasak kerak. Yo, siz eslaysizmi? Endi bizga ham o'sha kelgan mehmonlarimiz taklifnoma berishganda, endi taklifnoma kiymasin deymiz. Kam borasizda baribir. Kam boramiz. Yevropada bir haftada bir marta, ikki marta albatta masalan teatrga boradi. Butun dunyoda bor mashhur. Bir murda teatrga kirmagan aktyor deyman, bir odam bor ekanda, bir teatrga kiray debdi, bir qanaqa bo'lar ekanmi, teatr debdi-da. Kassan oldiga kelib, "Assalomu alaykum" desa, kassaram, "Va alaykum assalom, keling. Menga bitta bilet berib yuboring" desa, "Xo'p, Tohir Zuhragami?" desa, "Yo'q, o'zimga bitta bersiz bo'ladi" dedi. Spektakl nomini ham bilmayapti. Bitta bilet bergan ekan, 5 minutga qaytib kelibdi-da, "Yana bitta bilet bering" debdi. Bironta tanishingiz kelib qoldimi desa, "Yo'q, boya bergan biletingizni bitta xotin yirtib yubordi eshik tagida" debdi. Yaxshi. Kamzir kelgan xotin desa, "O'sha yirtiq bilet o'tadi. O'zi kirishdan oldin shu bilet yirtib yubordi. Kirib ketavering, o'sha bilet o'tadi." Boya odam kirib ketibdi-da, yana bir 15 minutga qaytib chiqibdi-da, "Biletingizni oling" debdi, "Pulimni qaytarib bering" debdi. Desa, "Kassara, men jon gap dedingiz, lekin nima yoqmayapti o'zi sizga? Nima spektakl yoqmadimi?" desa, "Yo'q, spektakl zo'r ekan-ku, ichkarida bir o'zim qo'rqyapman" dedi. Hech kim bo'lmagan. Mana bu hazil, lekin bu eng og'riqli hazillardan bir tomonlarimizdan bittasida. Teatrga odamni qaytarish kerak, muxlislarni qaytarish kerak deymiz-ku, lekin aytishadi mana televideniya paydo bo'lganda teatr endi odamlar kirmaydi deyishgan ekan. Internet paydo bo'lgandan keyin odamlar televideniyaga ham e'tibori kelmaydi. Internet ham ijtimoiy tarmoqlar bor. Ko'ryapsiz, mana shunaqa bir omillar bir-biriga doim bir-birini inkor qilib, bir-biriga xalaqit qilaveradi. Kino san'ati ovozsiz bo'lgan, birinchi bilasiz. Charlie Chaplin, ajoyib aktyor, komik, rejissor, aktyor. Ovozli kino paydo bo'lganda, shu nechinchi yil paydo bo'lgan, 60-nechinchi yil hozir aniq esimda yo'q. Ovozli kinolar paydo bo'lganda Chaplin aytgan ekan, "Kino endi o'ldi" degan ekan. Kino san'ati o'ldi degan ekan Chaplin. Demak, ular ovozsizga o'rgangan. Endi aktyorlar rol o'ynamaydi, endi ular faqat gapiradi degan ekan. Ana, Chaplin aytgan ekan, ovozli kino chiqqanda kino san'ati o'ldi degan ekan, qarang. Undan keyin necha yil o'tib ketdi, mana kino deb o'ylaymiz, mana bor zo'r kinolar. Mana shunaqa nima deydi? Ba'zi omillar ba'zi bir jihatlarga, nimalarga bir-biriga xalaqit qilib ketaveradi. Lekin tomonlari bor. Bu zamon deydi. Mana bugun ham masalan radioni eshitmaganlar ham hozir mana shu Ovoz Oxun bilan suhbatimizni YouTube'ga joylaymiz. YouTube'da o'sha prosmotrlarning soniga qarab oldin shunaqa narsa bo'lganmi radioda? Mana. Yo'q, hozir ham bu joyga intervyuga bordim, videoga olib
suhbatni qo'yapti. Albatta, bu zamon talabi, bugungi davrda talabi. Albatta, zamonga qarab yashash kerak. To'g'ri, mana hozir kimdir eshitolmadi Avazoxonni, o'sha suhbat Avazoxon bilan bo'lgan. Bemalol yilma-yil. Mana bir xil o'sha videolarni ko'ramiz, 5 yil oldin qo'yilgan edi. Mana shuncha Avazoxon bilan shuncha prosmotr bo'ldi deydi. O'sha suhbatning darajasini belgilab beradi. Lekin yana 10 yildan keyin, 20 yildan keyin nima bo'lishimizni, bugungi mana shu hozirgi targ'ibotlarimiz ham o'sha eskirishi mumkin, to'g'rimi? Siz qanday tasavvur qilasiz mana bir qiziqchi sifatida? Hech shu haqda ham bormi bir chiqishingiz? Mana bizda yangisidan bormi deydi. Bizga shunaqa savol berishadi. Yangisidan bormi degani, yangiliklardan xabaring bormi degani. To'g'ri. Dunyoda nima bo'lyapti, zamonamizda, hayotda nima bo'lyapti? To'g'ri. Yangisidan bormi degani, bu yangiliklardan xabaring bormi? E'tibor beryapsanmi? Hayot qayerga qarab ketyapti? Odamlar yashash tarzi umuman nima deydi, hayotimiz. Chunki siz xalqning dardini olib chiqasizlar. Qiziqchi bo'lib. Hozirgi kundagi xalqni fikri qanaqa, hozirgi kundagi ijtimoiy bo'layotgan holat bizni qiladigan sizlar bilan bizni qiladigan ishimiz bir xil. Faqat biz satira yo'nalishida satira orqali yondashamiz. Sizlar esa to'g'ridan to'g'ri jurnalist sifatida yondashasiz. Lekin maqsadimiz va xalqqa xizmat qilish g'oyamiz bir xil. Bitta nimaga jamiyatni yoritish, jamiyatdagi o'sha bo'layotgan o'zgarishlarni, voqelikni, odamlarni orzu umidlarini, aytolmayotgan so'zlarini, dardlarini, muammolarni aytish. Lekin menimcha va kamchiliklarni biznikidan ham sizlarniki qiyinroq. Endi biz sizlar to'g'ridan to'g'ri aytamiz. Siz endi shunga hazm topishimiz kerak. Kulgu biz sal bu tomondan borishimiz kerak. Sizlar to'g'ridan borsanglar, biz sal aylanibroq borishimiz kerak. Biz san'at oliygohida o'qiganimizda aktyor shunday bo'lish kerakki, masalan, yelkang qichishyaptimi, sen bunaqasiga qarshigin deydi. Tushunyapsizmi? Mana bunday qilib qashlab qo'ysa ham bo'ladi. Mana bunday qilib qashlagin deb ustozlarimiz aytardi. Ko'ryapsizmi? Ana unda nimadir bo'lishi mumkin-da. To'g'ri. O'sha dardni ham shunday to'g'ri aytsangiz ham to'g'ri qabul qilmaydi. Siz o'sha kuldirib, hammani ichagini uzib o'sha narsani aytasiz. Dardni aytib berasiz. Bu ancha qiyin. Lekin o'sha chiqmay qolgan paytlari ham bo'ladimi? Chiqmay qolgan paytlari qaysi ma'noda? O'xshamay qolgan paytlari. Bo'ladi. Masalan, men bitta mavzu, dangasalik haqida bir mavzu qilaman deb 10 yil oldin boshlab qo'yganman. Mana haligacha shuni oxiriga yeta olmayapman. Dangasalik degan mavzu borda. Bor, masalan, gaplar, latifalar orada bor. U mavzu bo'lib shakllanib bir yaxlit bir holatga kelmayapti. Shogirdam ham aytadi, ustozman, "Ammo uni mavzuni qachondir yozib qo'yuvdingiz. Nimaga aytmaysiz?" deydi. "Hali pishmayapti bu" deyman. Ba'zi mavzular bor, konsertga bir hafta qolganda ham 10 kun qolganda tez pishib ketadi. Haligi bir irimlar haqida gapirgan repertuarim bor. Bir shogirdimiz menga irimlarni nimasini tashadi. Demak, kerakli, shipirgini tika qo'ysa bunaqa bo'lar ekan, mushuk o'tsa bunaqa bo'lar ekan, shanba kuni qarz berib bo'lmas ekan, o'zi bunaqa bo'lar ekan, bunaqa bo'lsa bunaqa bo'lar ekan. Ertalab birovga bermaydi. Shunaqa bir irimlar ro'yxatini tashadi. Tashodi. "Vo" dedim, "Tayyor repertuari" dedimda, oldimda konsertga 10 kun qolganda repertuarga aylantirdim. U konsertimdagi eng zo'r repertuarlardan bittasi bo'ldi va bu repertuarimga juda ko'p imomlar, domlalar rahmat aytdi. Nimagaki, siz bid'atlarni, irimlarni noto'g'ri ekanligini, bu narsani noto'g'ri ekanligini juda yoritib berdingiz dedi. Chunki bu yerda aytganman haligi masalan, oddiy nima deydi, ana yo'lda ketyapsang, oldingdan mushuk o'tsa deydi, 7 qadam orqaga tashlagan. Bu bid'at, bu irim. Bittasi oldidan mushuk o'tgan ekan, 7 qadam orqaga tashlagan ekan, falokat bo'lsin, mashina urib ketdi-da. Tushunyapsizmi? Masalan, to'y kuni kelin dugonalarini orqasiga tepib qo'ysa, baxti ochilib ketadi deydi. Shunaqa uni videosi ham chiqdi kelgan. Meni gapimni qo'yishibdi hali videoga. Shu aytgan gapimni qo'yishibdi hali. Dugonajon, tep endi biz ham yoshanmani 30 ga qarab ketyapti. Ancha o'tirib qoldik. Bir 2-3 marta tepaver. Orqasiga qaramay chiqib ketar ekan deganmiz. Shunaqa irim bor. Keyin masalan
aytganmanki, haligi dasturxonning ustida o'tirib, bu rostdan bo'lgan voqea, dasturxonning ustida o'tirib biz rosa ichkilik bo'lyapti. Endi men ichmayman, ular bilan qo'shilib suv ichib o'tirib, qornim ishib ketdi. Ular aroq ichyapti. Men qancha suv ichgan bo'lsa, ular shuncha aroq ichyapti-da. Keyin o'sha yerda yana eng ko'p ichgani duo qilyapti-da. Eng ko'p ichgani duo qilyapti. Yana nima deydi? Duo qilishdan oldin pichoqni olib qo'yinglar deydi, dasturxondan. Nimaga desa, duoni pichoq kesar ekan deydi-da. Voy, o'zi bu duoying hali qayerga boradi bu? Mast holatda qilayotgan duoying o'zi qayerga boradi hali? Yana pichoqni olib qo'y deydi. Chin dildan qilgan duoni qilish ham kesa olmaydi. Lekin bu pichoqni olib qo'ysa, olib qo'ymasa sen ijib olding, bo'ldi. U duo qayerga boradi endi? Mana shunaqa gaplar gapirganmiz. Keyin o'sha yana bitta gap nima bor edi? Orasida ketgan hozir u ham juda chiroyli bo'lgan. U konsert bitta seans o'tgandan keyin ikkinchi seans kuni qo'shib qolgan u gap. Bitta odam aytib beradi, o'zi konsert tashkilotchilaridan bittasi aytib beradi. Bittasi aroq magazinga kiribdi-da. Bitta aroq bering debdi. Magazinchi bitta aroqni bergan ekan. Kalbasa ham bormi desa, bor debdi. Yarim kilo kalbasa ham bering, kalbasa berdi. Kalbasangiz halolmidirmish? O'zi aroq olyapti, yana kalbasa halolmidirmish-da. Senga nima farqi bor? Aroq halol dey. Shunaqa mavzularni yig'ib, bu irim juda katta mavzu bo'lgan. Bir chiroyli bir 15-20 minutlik repertuar bo'lgan va ijodimdagi eng haligi nima deydi? Samarasi bor, odamlarga bir manfaatli, foydali bo'lgan. Nima? Hattoki o'zim bir davrlarga borib qolsam, haligi to's aytmoqchi bo'lsa, meni ko'rsa, "Ya, o'zingizning gapingizga chiqib ketdi, qo'yinglar." Indamasdan ichaveringlar deyman-da. Yo ichmanglar, yo gapirmasdan iching. Chunki har bir niyat duoga teng degan gapni gapirganman shu yerda. Endi to'g'ri, men masalan imom emasman yoki bo'lsa bunga meni bir diplomim yo'q, lekin bir inson sifatida, bir musulmon sifatida shu gapni gapirganingiz uchun rahmat deb rahmat eshitganmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Avaz aka, xabarimiz bor, chet ellarda ham o'sha o'zbek qiziqchiligini o'sha namoyish qilib kelyapsiz. Yaqinda, endi men bilganim hali Germaniyada o'sha o'zbek yurtdoshlarimizga o'sha konsert qo'ydingizmi yoki chet elliklar ham sizni tomosha qilishdi? O'zbek zabon. O'zbek zaboni. O'zbekcha tushunadigan. O'zbekcha. Men mana Koreyada konsert qo'ydik. U yerda faqat o'zbekistonliklar emas, o'zbekchani tushunadigan, masalan, turklar bor u yerda, qirg'iz, qozoq, tojik, o'zbek aralash. Bizga yaqin xalq. Va hattoki konsertimizga bitta koreyalik ikkita odam ham kiribdi. Bitta konsertda bir yarim soat o'tirgan, 15 minut o'tirganda chiqib ketibdi-da. Nima chiqib ketyapsizlar desa, biz folklor deb o'ylabmiz debdi. Endi folklor bo'lsa qiziq-ku ularga. U stand-up ekan, bu qiziqchi ekan, biz tushunmaymiz buni. Lekin ikkita karis bola ham kirdi. Ular talabiy ekan, ular universitetda o'zbek tilini o'qir ekan. Keyin men yigitlarni chaqirdimda, "Qalay?" dedim. "Tushundinglarmi?" desam, "Tushundik." "Kuldinglarmi?" desam, "Kuldik" deydi. Demak, yumorni ham tushunyaptimi? Demak, o'zbekchani yaxshi bilar ekan. Germaniyadachi. Undan keyingi konsertimiz mana Germaniyada bo'ldi. U yerda ham shu o'zbekcha tushunadigan muxlislarimiz keldi. Frankfurtda, Myunxenda. Konsert tashkilotchisi ham begona emas, siz o'zingiz jiyaningiz, Dilshodbek ukamiz. Stokgolmda konsert qo'ydik, Chexiyada, Pragada konsert qo'ydik. Hech kim konsert qo'ymagan ekan bu yerda. Va o'tgan yili 23-yilning oxirida Amerikaga konsert qo'yib keldik. Nyu-Yorkda, Sinsinnatida va o'sha yana bitta shtatida, Nyu-Yorkga yaqinroq bir shtatida 3 ta konsert qo'yib keldik. Taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Alohida yana tayyorgarlik ko'rdingizmi safar oldidan? Ularga sal yo'q, mana yo'lni o'zida repertuar qilib ketdim men. Yo'q, ana. Borganni o'zida shu Amerikadagi taassurotlarimni o'zi bir yarim soatlik repertuar bo'ldi. Qarang. Masalan, borgan bo'lsak, masalan, bir kundan 2 kundan keyin konsert bo'ladigan bo'lsa, ana shu 2 kunlik taassurotlarimni o'zi konsert chiqishim bilan yarim soatlik repertuarga aylandi. Oho, demak detallarni qo'shib va ko'rgan narsamni va nima deydi, o'sha kuzatgan narsalarni aytib ketdim-da, masalan. Qarang, qoyil. Bunga xotira ham zo'r bo'lishi kerak.
kuzatib birpasda repertuar yasab keldim. Shu yerda o'zidan bir yasadim-da endi. Chunki ularning o'zlariga qiziqdi. Albatta. Chunki ularning o'zini hayotini aytib berdim-da, o'zlarini Qoyil. hayotini. Qoyil. Ko'zim bilan ko'rgan narsamni-da. Xuddi shunaqa Rossiyada konsert qo'ydik. Xullas 2023-yil sayohatlar yili bo'ldi. Sermahsul yil bo'pti demak. Sermahsul bo'ldi. Rasmi? Oxirida konsertimiz nima deydi ana? Xalqlar do'stligida u jamlangan nimasi bo'ldi. Yaxshi, ilohim omad tilaymiz. Finallisi. Finallisi. Mana kuldirasiz, lekin siz o'zingiz kimlarni ijodiga mazza qilib kulasiz? Kulanami? Ha, kulasizmi? Masalan, kimlarni menga farqi yo'q. Farqi yo'q, ha? Ha. Zo'r hazil bo'lsa, u kim aytgan bo'lishi farqi yo'q. Uni san'atkor bo'lmasa ham. Lekin bir qo'ng'iroq qilib, zo'r chiqibdi deb aytib qo'yasizmi? Mana o'zimizni mana qiziqchilar, yangi yoshlar paydo bo'lyapti. Masalan, yaqinda haligi Jamshid Normatov degan do'stimiz bor. Bitta gapiga maza qilib kuldim-da. Keyin ko'rishganda aytdim, zo'r mana shu gapga maza Zo'r qildim. bo'pti dedingizmi? Ha. Zo'r bo'pti dedim-da. Rahmat. O'zi ham. Endi masalan, ko'p qiziqchilarimizda, masalan, yakkaxon qiziqchilar, hozirgi kunda ijod qilayotgan, yakkaxon yo'nalishda ijod qilayotgan qiziqchilarimiz juda ham ko'p. Ko'payyapti. Masalan, Jamshid bor, mana Normatov, Elmurod bor, ukamiz, Haqnazarov, Nodir qiziq, o'rtog'imiz Nodir Lo'li. Nodir Lo'lidir ekan-da. Tanilgan. Qolaversa Iskandar Hamroqulov bor, mana hozir Yakkaxonda ijod qilayotgan va yana shu hozirgi kunda yosh ijodkorlar deb qaraydigan bo'lsak, juda ko'p. Bir Shakar, masalan, men o'zim juda hurmat qilaman. Ozod Shukurulloyev, masalan, u ham yakka ijod qiladi va ko'p bunaqa qizlarimiz. Har bittalarida masalan guruhlarda ham masalan bir zo'r hazillar bo'lib qolsa, u mazza qoladi. Ko'rganda aytaman, mana shu gapingiz zo'r chiqdi. Ayol qiziqchilar ham paydo bo'layotganini ko'rdimda. Mahfuzaga o'xshaganlar. Bor. Unda ham yaxshi ijodi, yaxshi. Yaxshi ham Mahfuzaniki. Monologlari. Unda ham mimika kuchli. Endi u ayollarni o'zini tabiatidan kelib chiqib repertuar qiladi, yaxshi, zo'r. Ko'pchilik muxlislarimiz Ovoz Oxun shu ayollarni juda bir yaxshi o'rganganda deydi. Endi bu bilasizmi? Yoki ayollarning hayoti o'zi qiziqmi? Qiziqda. Endi hozir qayerga borsangiz ayollarda. To'yga borsangiz ayollar, restoranga borsangiz ayollar, ko'chaga chiqsangiz ayollar. To'ylarga boring, 4 ta erkak ham ko'chada turibdi-da, bechara. Yaxshi. O'rtaga ham onalarni chaqiradi. Nimaga gapiradi? Kim haqida gapirasiz? Hozir jamiyatda hamma nimasida ayollar bo'lib qoldi-yu. Eng oldingi qatlamida. Balkim shuni ham yaxshi hazil qilib aytsangiz, ikkala tomonga bir xil qarab qolinar, to'g'rimi? Endi baribir bizni o'zbek xalqiga shu oila mavzusi, er-xotin mavzusi, bola-chaqa mavzusi, ijtimoiy mavzular juda ham qiziq. Hozir safimizga Ovoz Oxunning shogirdlari Diyorbek Faxriyev qo'shildilar. Xush kelibsiz deymiz, iloyim. Bilasizmi, havasim kelyapti. Shunday ustozlarni yonida, shularni qarang, hozir ustozlarini e'tirof qildilar, esga oldilar. Xudo xolasa, mana sizga Allohning bir marhamati ekan, shunday ustozlarga shogird bo'libsiz, iloyim shularni yo'llarini bersin deymiz. Chunki duolar ijobat bo'ladi. Sog' salomat bo'ling. Mana hozir birgalikda ishlayotgan ekansizlar. Kayfiyatlar qalay? Kayfiyatlar yaxshi. Yaxshimi? Har doimgidek. Yaxshi, har doimgidek. Demak, birga ishlaysizlarmi endi? Bu yaxshi ko'raman-da buni. Yaxshi ko'rasizmi? Buni yaxshi ko'raman, chunki men 10 yildan beri yonimda yurgan bo'lsa, endi bu yolg'on emas. Biror marta buni so'kishim uchun bir sabab topolmaganman-da. Maza qilmayotgan ekansiz-da unda. Shu tarbiya otasiga rahmat, onasiga rahmat, Xojona, Alloh rahmat, Xojonam o'tib ketdilar. Bulari juda tarbiya chiroyli berilgan. Qarang. Faqat koyisam ijod sohasida koyishim mumkin. Ijod qilmayapsan deb koyishim mumkin. Uni ham yumshoqqina qilib aytasiz. Yo'q, uni yumshoq aytmayman. Yaxshi. Xafa bo'lasizmi, Diyorbek? Lekin hayotda hech ham bunaqa qilmaydi, nima deydi? Yaxshi.
qoida buzmaydi. Aytib ketamiz. Yo'q, ha? Ya ijodda lekin Ijodda. Endi hozirchada endi mana hozir. men aytaman-da, yaxshi bola degani bu mutaxassislik emas. Do'stlarda ham bor, хороший человек это не профессия deydi. Doim aytaman, yaxshi bola degani mutaxassis degani emas. Shuning uchun zo'r san'atkor bo'lgin deyman. Yaxshi. Demak, mana hozir muxlislarimizga ham hozir Diyorbek Faxriyevni tanishtirish uchun bir shingil eshitamiz, ha? Bo'ldi, qani eshitamiz. Hozir o'syapti. telefon jab balo bo'lib qoldi-da. Hammaning qo'lida telefon. Chalg'itadigan narsa. Konsertga kirsa ham qo'lida telefon bo'ladi. Ha, bu yerda ham telefon. Bu yerda ham telefon. Bir ayol betini kuydirib olibdi-da. Doktorga kelibdi. "Oh, doktor. Telefonni chiqarganni uyiga kuysin. Telefonni chiqarganni padariga millanat. Shu telefonida betimni kuydirib oldim. Oh, voy. Opa, qizig'misiz? Abetingizni kuydirib olganingizga bu telefonning nima aloqasi bor? So'ramang. Erimni shimini dazmollayotgandim. Birdan telefon jiringlab qoldi. Alo deb dazmolni betimga bosyapman. Biram achyapti. Opa, bu ikkala tomonni ham kuydiribsiz. Ikkalasi ham bir xil kuygan. Bu tomonni qanaqa kuydirdingiz desa, tez yordamga ham telefon qildim-da keyindir. Ana qarang. Zamonni Yaxshi. bizdan kelib chiqqan O'sha safarlaringizni ham Diyorbekda olib ketasizmi? bu doim yonimda. Yoningizda. Eng yaxshi ko'rgan shogirdlarimdan bittasi. Yana bittasi bor, u endi uylanib bolali bo'lib o'zi bilan o'zi bo'lib qoldi. Demak, Diyorbekni uylantirmaslik kerak ekan, Yosh kattaroq u shogirdim mendan. 3-4 yosh katta ham bo'lsa kerak. Yaxshi. Tabiati mendan 3-4 yosh katta, o'zi yosh. Biz ham Avaz aka, biz ham o'zimizdan kichkina shogirdlarimizdan, yoshlardan o'rganamiz-da. Diyorbekdan ham o'rganasizmi? Ulardan ham bir elementlar olasizmi, nimadir? Bundan endi o'rganadiganimiz nima o'rganaman endi bundan ustozlarga munosib shogird bo'lishni o'rganishim mumkin. Yaxshi. Tatib ketaman. Ijodiy tomondan hech o'rganadigan joyi yo'q. To'g'ri. Yo'q. Tushuntirib aytaman-da. Lekin men yo'q joyda zo'r kuldiradi. Yo'q. Shunaqa. Lekin Ustoz falon joyga bordim, yaqinda armiyaga borib keldi. Nechta konsertga bording? O'zi bir oy armiyaga borgan. Nechta konsertga bordi? 11 ta konsertga borib keldi. Oho. O'zi bir oylik armiyaga borgan. Yaxshi. U komandirlar tanib qopti buni. Avazon shogirdi kelib qopti deb 11 ta joyga borishibdi tadbirga. Aha, yoshlarni ishlatishadi-da. Yo'q, harbiy xizmatchilarga, safdoshlarga ham konsertlar qo'yib. O'zida ham konsert qo'yib bergan. O'zida ham. Kuldirdingmi desam, zo'r kuldirdim deydi. Nimaga meni oldimda zo'r kuldirmaysan desam, endi sizga og'ir botmasin deyman dedi. Hurmat yuzasidan. Yaxshi, ko'proq qaysi mavzular sizni qiziqtiradi? Endi o'zimiz yoshimiz. Mana hozir harbiylarni oldiga borayotganingizda, o'sha harbiylarning hayoti bilan bog'liq. O'sha bir oylik armiyani bu ag'dar to'ntar qilib kelgan u haligi gapirib, hazilini qilib. Askarlar, komandirlar. Kunli armiya ham bor hozir. Qanday o'rgandingiz? Siz armiya xizmat qilganmidingiz o'zingiz? Borgan. Xizmatga bordim, ko'rib turibman. Endi o'zim askarman. Askarlarni yurishtirishi, o'sha yerdagi bo'ladigan voqealar, komandirlar bilan bo'ladigan suhbatlar, shular haqida ham. Yaxshi, o'zi bir shingil eshitamiz, ha? Avaz aka. Endi uni yoki o'zingizdan bo'lsin. O'zingizdan bo'lsin yoki. Harbiylar haqida bitta biron nima aytib ber. Bir askar ham bormi aytdi? Nima? Suving ham bormi? Tomog'ing yo'lab olma bo'ladi. Ustoz, mehribon ustoz bo'lsa shuncha bo'lardi. O'zingiz ham, Bularni sug'orish kerak edi. Askar o'sadi. Komandirning oldiga kelibdi-da. Komandir o'z o'tda oldiga kelib, o'rtoq boshliq, murojaat etishga ruxsat eting debdi. Gapir. Komandirim, shu meni boshqa vizotga o'tkazsangiz yaxshi bo'lardi-da. Nimaga? Biz vizot yaxshi-yu, faqat shu. Kechqurun komandirim 4 kishini naryad qo'yadi-da, bittang kuyov bo'lasan, bittang kelin bo'lasan, bittang zakschi opa bo'lasan, sen kamerachi bo'lasan deb meni qo'limga bitta etikni beradi. Davay videoga ol deydi. Keyin men o'sha etikni ko'tarib syomka qilib yuraman. Debdi. Komandirim, yaxshi-yu. Har kun to'y ko'rar ekansan, maza qilib o'ynab kular ekansan. Yaxshi-yu. Uzoting. Men boshqa uzotga o'tmoqchisan. Yo'q, yaxshilikka yaxshi, har kun to'y ko'raman-u, faqat ertasi kuni qachon diski chiqarasan deb rosa uradi-da. Yaxshi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, iloyim. Omadingizni bersin. Avaz aka, biz mana shu dasturimiz so'ngida bliss savollarimiz ham bor-da. Tugadimi? Yo'q, tugamadi. Hali bliss savollarga ham javob berishingiz kerak-ku. Savollarimiz bor. Shogird endi nima deysiz?
Aha. Yana 20 minut vaqtimiz bor. Aha. Konsertlar bor Bemalol ekan. yo'q. Konsertlar. Yana 20 minut 18-25 gacha gapirsak bo'ladi, agar sizlarga kerak bo'lsa. Yo'q, albatta. Yoshlar bilan ham bog'liq bir ikkita. Yoshlar deganingizga yoshlarni chaqirdim-da. Juda ham yaxshi bo'ldi. Aziz muxlissiz, siz kutgan uchrashuv loyihasini tinglayapsiz. Bugungi mehmonimiz qiziqchi, elimiz sevgan san'atkor, kulgi va so'z ustasi Avaz Oxun va ularning yonlarida shogirdlari Diyorbek Faxriyev bo'lyapti. To'g'risi ko'p kulgan insonni umri uzoq bo'ladi deydi. Mana shu hozir muxlislarimizga ham o'sha yaxshi quvvatdan, energiyadan Shuni qayerdan bilamiz ekan deyman, shuni bor-ku. Masalan, kulgan odam umri uzoq bo'ladi deymiz-ku. U odam necha yil yashash kerakligini biz qayerdan bilamiz deymanda masalan. Masalan, siz 70 ga kirdingiz, kulganingiz uchun o'zi 70 da o'lib ketishingiz kerak edi demaysiz-ku. Uni bilmaysiz-da, to'g'rimi? Demak, siz har bitta so'zimizni tahlil qilib chiqar ekansiz. Yo'q, endi shu gapga men hayron, kuling umringizni o'zimiz ham ko'p ishlatamiz. Qayerdan bilamiz uni umri uzoq bo'layotganini? Balki u masalan 100 ga kirsa, u balki 100 yil peshonasiga yozilgandir uni. Haligi nima deydi? Qabristonda bitta qabrga yozib qo'ygan ekan, qabr toshiga. Qabr toshiga falonchi, pistonchi 1960-yilda tug'ildi. 2020-yilda masalan vafot etdi. 5 yil yashadi deb yozib qo'ygan ekan-da. Ki hayron bo'libdi odam, o'zi ham turq sovuq odam ekan-da. Qorovul chaqiribdi-da. Tushunmadim. 60-yilda tug'ilgan, 2020-yilda o'lgan bo'lsa, necha yil yashagan bo'ladi-yo? 60 yil? 60 yil yashagan. Nimaga buni 5 yil yashadi deb yozib qo'ydinglar desa, endi bu odam kam kulardi-da. Juda kam kulib, shu umri davomida xursand bo'lib, hayotdan bir rozi bo'lib, bir kulib yashagan vaqtlarni hisoblasak 5 yil chiqdi. Shuning uchun 5 yil yashadi deb yozib qo'ydik desa, bo'lmasa men o'lsam qabr toshiga tug'ildi, o'ldi deb yozib qo'yaveradigan ekan-da. Umuman kulmaydi odam ekan-da. Endi o'sha umrni Alloh beradi endi. Kim qancha yashashini Alloh biladi. Lekin o'sha umringiz uzoq bo'ladi degan gapni ma'nosiki, xursandchilik gormonlari baribir insonning sog'ligiga endi o'zingizga ijobiy ta'sir qiladi va buni natijasida albatta inson kasal bo'lishi, nima deydi, sog'ligida muammolar bo'lishi kamayadi shuni hisobiga. Baribir kayfiyat ko'tarilgandan keyin kayfiyat zo'r bo'lgandan butun hamma o'sha zavqqa to'ladi-da. Shu ma'noda aytilganki, ham yaxshi kayfiyatda yursang, uzoq yaxshi yashaysan. Yaxshi. Kasal bo'lib tez yo'q ketmaysan degan ma'noda. Avaz Oxunni biz faqat endi kulib ko'ramiz, kulib eslaymiz, to'g'rimi? O'sha shu kayfiyatga tushganimizda biz qiziqchilari konsertga kirgimiz keladi, lekin Avaz Oxunda nimalar o'ylantiradi? Avaz Oxun mana sahna ortida doim kulib yuravermaydi. Men o'ylantirgan, meni shu sahnada gaplayotgan gaplarim, meni o'ylantirgan gaplar shular. Meni bezovta qilgan gaplar shular. Ayni kunlarda qanday masalan yangi repertuar ustida ishlayapsiz, agar sir bo'lmasa? Nima o'ylantiryapti hozir? Sir joyi yo'q. Mana Yevropaga borib keldik, Amerikaga borib keldik. Shu sayohatlarimiz davomida ko'rgan kechirganlarimiz va u yerdagi hayot bilan bu yerda o'zimizdagi hayotni yashash tarzini taqqoslash. Mana shundan ham bir chiroyli repertuar topdik. Juda chiroyli chiqdi. Chunki o'zbek xalqini naqadar buyuk ekanligi, o'zbek xalqini qanchalik bir oilaviy an'analarimiz, ota bola munosabatlari, oilaga bo'lgan munosabat, hayotga bo'lgan munosabat. Umuman taqqoslab ko'rsangiz, bizda umuman boshqacha, Yevropada, Amerikada umuman boshqacha. Mana shuni o'zidan qancha kulgi topsa bo'ladi-da. Oshirib yuborgan joylarimiz ham bor, to'g'rimi? Mana taqqoslaganda, to'g'ri, bizda o'sha fidoyilik kuchli deymiz, silay rahim kuchli, to'g'rimi? Masalan, katta oshlar beramiz, lekin bu hozir siz aytib sanab o'tgan davlatlarda. Endi buni mana faqat masalan bu yerda bizni
kamchiliklarimiz, ularning yutuqlari va ularning kamchiliklari va bizning yutuqlarimiz. Shunaqa ketadi repertuarda. Hali lekin u tayyor emas, to'g'rimi? Deyarli tayyor. Bitta anons beramizmi shu? Yo'q, u bitta gap bitta repertuarimiz yarim soat 40 minut davom etadi. Bittasi 20 minut, bittasi 25 shunaqa bir uzoq, chunki biz mavzu gapiramizda, bu oddiy bir qisqa latifa yoki nima emas. Latifa bo'lsa mana shogird Yaxshi. ishimni yengillashtirish uchun keldi. Yana Qani marhamat. shogirddan Birgalikda eshitamiz. eshitamiz. Haligini aytib ber. Qaysi? Qizlar bilan tanish. Yaxshi. Boshqasi kelib qoldi. Ha, Yaxshi. boshqasini aytgan. Bitta odamni bir ayolni 5 ta bolasi bor ekanda. 5 ta o'g'li bor ekan, 5talasini ham ismi Ergashvoy ekan. Ergashvoy. Odamlar hayronmish. Bitta ayol rosa qiziqibdi, kelib so'rabdi: "Opa, bu nimaga 5 bolangizga ham Ergashvoy deb ism qo'ygansiz? Tinchlikmi?" "Ha, unaqa qulay emasmi? Voy, so'ramang, o'rgiling. Rosa qulay bo'lar ekan. Ertalab bitta uyg'otib o'tirmayman. Ergashvoy, turinglar desam, hammasi bittada turadi. Ergashvoy, choy ichib olinglar desam, hammasi bittada choy ichib oladi. Ergashvoy, darsga bor desam, hammasi darsga boradi papkasini ko'tarib. Rosa qulay bo'lar ekan, o'rgiling." Desa, opa, juda qulay bo'lar ekan-ku, lekin alohida chaqirmoqchi bo'lsangiz nima qilasiz?" Desa, haligi opa ham, "Endi alohida chaqirmoqchi bo'lsam, familiyasi bilan chaqiraman" dermish. Salomat bo'ling. O'sha boyagi dasturimiz avvalda pauza dedik-ku. Turmushga chiqqan ayol ekan. Demak, o'sha pauza hozir kerak bo'ldi, to'g'rimi? Buni singdirib olish kerak. Muxlislarimiz, aziz Ba'zi muxlislar. latifalarga yetib boradi-da. Sekin yetib Men boradi. aytaman-da, ba'zi konsertlarda latifa aytaman-da. Bu sekin yetib boradi, mayli kutib turaman deyman-da. Yaxshi. Lekin sizda baribir improvizatsiya kuchli. O'sha auditoriya zal bilan ishlaysiz-da. Endi shuni ichida yashaverganingizdan keyin, shuni ichida yuraverganingizdan keyin bu tabiiy holatga aylanib qoladi. Avaz aka, mana shu qiziqchilikdan ketish, bu sizga bu taqdirning inomimi yoki o'zingiz kichkina payt shu havas qilganmisiz? O'zi men bolaligimdan havas qilganman. Yo'q, bir xillar. Men adashib qazaqcha o'qimaganman. To'g'ri, bir xillar aktyorlikka o'qiydi-da, keyin Men o'sha kelganimda niyatim shunday. niyatingiz shu bo'lgan. Men bolaligimda shu 1-sinfdan boshlagan. Maktabga kirmasimdan ham oldin lapatga ketmonlarimdan qo'yib qiziqchilik qilardim. Lekin oson bo'lmagandir, O'zimga to'g'rimi? muxlis yasab oldim. Yo'q. Lekin bilasizmi, orzu boshqa narsa, lekin o'sha maqsadga yetish boshqa-da. Sinovlar katta, sendan qiziqchi chiqmaydigan degan gaplar ham bo'lganmi? Bittasi menga sen shu rolga yozib bergin, sen ijro qilishni bilmaysan degan. Yo'q. Bittasi shunaqa degan bittasi. Demak, sizda qiziqchi, u o'lib ham ketdi u. Sen yaxshi yozasan ekan. O'lmabdi, boshqa ekan u. O'lgan boshqa ekan. Sen yaxshi yozasan-u, o'zing yaxshi ijro qila olmaysan. Sen yaxshisi bizga yozib berib tur, biz ijro qilamiz deganda. xafa bo'lmagansiz, lekin Yo'q, bir xil men keyin aytganman-da ichimda. Endi mana senlar bilan gaplashaman. Yaxshi. Shogirdlaringizga eng ko'p eslatadigan gapingiz nima? Mana bularda hozir qarang-da, o'sha aytgan narsangiz ham bor ekanda, bularda ham ijrochilik ham bor. Yana o'sha kuldiradigan, eslatadigan narsam nima har doim? Siz ham o'zingiz yozasizmi, Jorbek? Yaxshi. Nimadir Bu endi ko'proq latifalardan foydalanadi. ustoz boyitib beradilar, chiroyli qilib. O'zi ham bilsa topadi. Yaxshi. Masalan, akang uylanganida nima bo'ldi? Yaqinda akasi uylandi. Yani repertuar. Shom bo'lganini akasidan biladigan bo'ldi. Salomat bo'ling. Dadasi shunday uyga kirar ekanda, akang qani der ekan. Uyga kirib ketdi desa, "Bo'lsa shom bo'pti, shom o'qib olay" der ekanda. Yangi kuyov. Yangi kuyov endi. Ya boshqacha bo'lar ekan. Oldin endi biz akam bilan o'rtoqdek katta bo'lganmizda, og'aynidek, do'stdek. Birga o'ynardik, janjallashardik ham, birga urushardik ham, kurash tushardik. Choy ichganini aytib ber, nima bo'ldi? Yangi kuyov. Anaqa yangi kuyov o'zgarib qolgan, gapirishlari ham, boshqasi ham. Jiddiy bo'lgan. Men uni bilaman, birga katta bo'lganman. Oq kelib o'tirishlari ham boshqacha bo'ladi. Qo'y ber. Nega? Sizga. Ya, yangi kelinga. Choy ber. Choy olsa, kelani ham qarayapti. Tozami. Bir kun to'ydan oldin ko'rganman-da. Choyini jo'mragidan choy ichmaydi. Keladi o'sha olib. Hop, qarayapti. Bu ko'p, bu ham bir ancha repertuar qilgan. Qisqartirib aytyapti. Qisqa joylarni aytib beryapti. Anekdotlar qo'shib. O'sha
Mana demak o'zi nimadir ixtiro qilishni boshlayapti. Shogirdlar latifada aytishni o'rgandi va ixtirolar qilishni boshladi. Repertuar o'zi topish ixtiroda. Lekin bilasizmi, eshitganman ko'p qiziqchilar, o'sha mashhur qiziqchilar, rus qiziqchilariga ham kimlardir yozib berar ekan degan. Bizda faqat o'zimiz yozamiz. Bizda yozib beradiganlar. Lekin shunaqa qiziqchilar ham bormi? Mana hozir o'zbek qiziqchilari ichida kimdir yozib beradi, o'sha yozganlar. Yo'q, yozib beradigan yo'q. Hammasi o'zi ijod qiladi. Yozib beradigan yo'q. Qoyil. Hojiboy aka ustozimizga rahmatli Anvar Obidjon Hajiviy kitoblarini bergan ekanlar. Mana shuni o'qib chiqing, bir foydalanadigan joyi bo'lsa foydalanasiz deb berganlar. Kitobni oxiridan oxirigacha o'qib turib bitta gapni ishlatsa bo'lar ekan sahnada, shu foydalansan bo'lar ekan degan ekan. Sahna boshqa, kitob boshqa, to'g'rimi? Haji yozuvchi boshqa, qiziqchi boshqa. O'rtasida katta tafovut bor. Aslida bular dramaturgiya bir oldingidek masalan nimalar yo'qda, mana Said Ahmad akalar yozgan paytda nimalar qanaqa bo'ladi. Said Ahmad aka deganimga bir narsa esimga tushib ketdi. Lekin ularda ham juda kuchli bo'lgan tajribalar. Said Ahmad aka endi haqiqiy hayotda ham hajchi bo'lgan ekanlarda. Bir do'stlaridan 10 so'm qarzlari bor ekan. Endi haligi paytda bilasiz 10 so'm eng yirik pul bo'lgan. Qizil pul bo'lgan bilasiz. 10 so'm qarzlari bor ekan. O'rtoqlaridan pul qarzi bermay yurganlar, xijolat bo'lib yurgan ekanlar. Orada to'y qiladigan bo'lib qolibdilar Said Ahmad aka. Haligi 10 so'm qarz bergan o'rtog'i kelibdi-da to'yda. Said Ahmad aka ham eshitib tursalar, shunday kelibdi-da, qo'llari bilan quruq qo'l bilan ko'rishib, boyagi 10 so'm bilan ratchotmiz debdilar. 10 so'm to'yana sizga deganida endi. 10 so'm bilan ratchotmiz desa, Said Ahmad aka kulib qo'yibdilar-da. Keyin o'sha o'rtog'i to'y qilibdi. To'y qo'ygan ekan, Said Ahmad aka boribdilarga. Eshitadi tursa shunaqa boribdi, o'rtoqlarni qo'lini olib, yana 10 so'm qarz mana degan ekan. Ana yumor. Ana qarangda. Ana mana bu narsalarni aytsa bo'ladi mana. Hozir mana shunaqa dramaturglarimiz yo'qda. Said Ahmad akaga o'xshagan yoki hajishlar yo'q. Mana shu paytda miniatura ham juda rivojlangan, bilasizmi? Mana rahmatli Ergash aka, Karimov paytda mana shu zo'r dramaturglar bo'lgani uchun miniatura rivojlangan. Miniaturaga kulgi qo'yib chiqilmagan hozirga o'xshab. degan. Kesa kelmasa. Bu tabiiy bo'lgan kulgilar. To'g'ri. Hozir shu miniatura yo'qolib ketdimi endi hozir? Miniatura endi hozir kutardik, tashabbus. Boshqacha shakli chiqdi-da endi. Gapirsa kulgi qo'yib yuborib. Zamonaviy. Zamonaviymi, balki nozamonaviy. Lekin biz bilasizmi, shu bolaligimizda shuni kutardik. Dam olish kunlariga to'g'rilardi. Ko'ramiz. O'sha lampa shisha kimni joniga tegadi? Hech kim joniga. 100 marta ko'rsangiz ham salomat bo'ling. Deydimi? Lampa shisha deb qo'yadi. Labay. Bugungi majlisga Novchani ham chaqiring. Novcha kim? 6 yildan beri shu idorada ishlab Novchani kimligini bilmaysizmi? Novcha o'zimizni plan bo'limi mudiri o'rtoq Xaltayev. Yana kimni chaqiring? Qiltirona, Mallana, Jiblajibonni, Apandini, shu domlarni, Masxaravozni, Charlie Chaplinni, Burunboyni, Xo'rozni, Ulama sochchi, xullas hammasini chaqiring. Kechirasiz o'rtoq direktor. Aytgan odamlaringiz birontasini ham tanimayman. Omon bo'ling. O'tiring. Men hozir hammalari bilan birma-bir tanishtiraman. Yozib olasiz. Qog'oz qalam oling. Qiltiriq. Kadrlar bo'limining mudiri Ozg'in Saboyev bo'ladi. Malla Kasr. Sapsaro kishi. Tillayib. Jiblajibon. Ko'kshim. Qizil ko'ylak. Olagali suv taqib yuradigan Mamarayim. Nasriddin apandi. Ekspeditorimiz.
Qiz kishi bor. Vahab akammilar? Ha, o'sha. Shu domlani bilasiz. Ikki gap birda shu deb turadigan Osimxonov. O'sha. Yozingizmi? Ha. Masxaravoz. Meni sho'pirim. Muhammad. Xo'roz. Peshanasida qizili bor ahlan yamak. Ulama soch. Ana praktikaga kelgan qiz. Oti nima edi? Xurramxon. Ha, Xurramxon. Tushundingizmi? Tushundim. Ko'ring. Mana shu lug'at ro'yxatni stolingizdagi oilani tagiga bostirib qo'ying. Xo'p bo'ladi. Keyin adashmaydigan bo'lasiz. Boring. Labbe. O'zi nima gap? Boydan bir telefon jiringlaydi. Qulog'imni yeb tashadi-ku. Olyapman, olib javob beryapman. Hadeb chaqilaveradi. Kim? Kimligini bilmadim. Sarımsak piyoz bormi deydi. Yo'q deganimga qaramay, jiringlatgan. Hayronman. Biz idoramizda sarımsak piyoz nima qiladi? Shunaqa. Bunday bo'lsa, trubkani siz olmang. O'zim olaman. Tushunarlimi? Alo. Mana oling. Yana sarımsak piyoz deyapti. Hozir. Kim bu? Ha, men. Ha, sarımsak piyozmi? O'zing kimsan? Ha, shoptari qoqimisan? Yo'q, sekretarim. Anu boru tasqarroq. Ha? Lampa shisha. Ha, o'sha lampa shisha. Xo'p. Salomat bo'l. Xo'p, salomat bo'l. Nima bezrayib turibsiz? Boring. Odamlarni chaqiring. Sarımsak piyoz ey. Lampa shisha. Bilasizmi, biz o'sha olimlarni chaqiramiz, san'atkorlarni chaqiramiz, turli soha egalarini chaqiramiz-da. Endi bilasizmi, ijod boshqa, sahna boshqada, lekin avaz oxundi o'ziga yarasha qiziqishlari biz uchun qiziq. Hobbingiz nima? Hobbilarim ko'p. Masalan, eng zo'ri. Futbol o'ynash. Yo'q, qay vaqt ulgurasiz? Hozir aytdingiz-ku, vaqtim yo'q dedingiz-ku. Har zamonda o'rtoqlar bilan yig'ib qolamiz. Yaxshi ko'raman. Futbol o'ynashni yaxshi ko'raman. Hobbim. Qiziqaman-da, futbolga qiziqaman. Boksga qiziqaman, ko'rishga, tomosha qilishga, tushishga emas. Yaxshi. Yaxshi. Keyin mana MMA degan san'at jang turi paydo bo'lgan hozir. Buni ham meni qiziqtirgan meni. Yo'q. O'zi chetga chiqib oldi hozir, meni qiziqtirib qo'yib. Yaxshi. Shu qiziqaman. Yorbek sizniki-chi? Qiziqishi. Shumi? Bir xil. Yana bormi? Endi keyin sayohatni yaxshi ko'raman. Mana shuni aytmadim. Odamni immunitetini ko'taradigan eng zo'r narsa chamadon. Bilasizmi? Qarang, ha. Odamni kayfiyati immunitetini ko'taradigan eng zo'r narsa. Aeroportga chiqish chamadonda. Ha, shu. Kiyimlaringizni chamadonga solib ketasiz-ku. Bundan zo'r adrenalin yo'q. Men rosa yaxshi ko'raman. O'zi xotinim ham, men ham shu g'irt sayohat jinnisimiz. Mana shu Yevropaga borsak ham ko'tarilish kerak edi. Nima deydi? Dam olishga borsak ham, konsert bog'xona bo'lsa ham birga ketamiz. Bolalarni olib ketamiz ba'zida. Mana hozir hoji ota, hoji onam ham sayohatga ketganlar. Men sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Yaxshi. Nimaga, bilasizmi? Eng zo'r repertuarlar chamadonni ko'tarib chiqib ketasiz-ku, ana shunda tug'iladi. Paydo bo'ladi. Juda o'xshar ekanmizda kasbimiz. Biz ham jurnalistlar yursangiz ko'rasiz. Uyda o'tirsiz nimani ko'rasiz? Yurgan daryo, o'tirgan buyra deydi. Salomat bo'ling. Oshxonada-chi? Oshxonada avaz oxun, onda sonda bir oshlar damlab, uydagilarni xursand qilib, ha? Gapir. Ayting. Oshgacha ustalar. Ustalarmi? Ha, dimlamachi. Dimlamayman. Oshlari boshqacha. Boshqacha yana qozon sho'rvachi.
Qozon sho'rvasi qanaqa bo'ladi endi o'zi aka? Ha? Yo'q, mayli, maqtanadigan payt Sen keldi. ko'rmagansan, kendayindan so'ra. Aha. Shunaqa maqtab yaxshi ko'radi men Qozon taomlarni. sho'rva. O'sha payt o'zi taom qilishdan qutulib qolgani uchunmi balki? Keldimi? Yo'q, lekin bolalarim ham dada, bir shashlik qilib bering, yo'qsa bir osh qilib bering deb turishadi. Yaxshi. Qozon sho'rvangiz qaynatma Endi qilasizmi? reklama zo'rda menda. Ha. Men mana shu shundan boshlayman-da, o'sha tayyorlashdan. Jarayon qiziqdi. Yaligi sizlarga bugun shunaqa ovqat qilib beraman, reklama zo'rda. Reklama bilan любой narsa yedirib yuborsa bo'ladi. Yaxshi. O'xshamasa ham maqtab yedirib yuborasiz. Reklamasi zo'r bizda, reklama. Sizchi. Mana ovqatga ustaman. Bu ham yaxshi ovqat Siz ham? pishiradi. Ayniqsa go'shtni yaxshi pishiradi. Qozon kebablarni yaxshi pishiraman. Yaxshi pishirasiz. Go'sht xo'rda bu. Yaxshi. Eng yaxshi ko'radigan so'zingiz. Mana odam qadrli so'zi bo'ladi, bilasizmi? Eng ko'p ishlatadigan. Eng ko'p ishlatadigan so'zimmi? Bolalarim degan so'zda. Qarang, qanday yaxshi. Bolalarim degan so'z dunyoda eng shirin so'zda. Otam, onam, bolalarim degan so'zda endi emas. Oilam degan so'z. Oilam. Oilama. Oilam deganda. Yaxshi. Juda zo'r. Eng qadrli inson siz uchun. Ular ko'p bilaman, bittasini aytish imkoniga egasiz. Yana oilama. Hayotingizda eng quvonchli kun. Ana yurak yorilay deydi-ku. O'g'il farzand ko'rgan kun. U birinchisi qiz bo'lganmi deymi? Birinchi farzandim qiz bo'lgan. Yo'q, u ham Unda ham bor. orasida juda katta uzilish bo'lgani uchun. Bo'lganligi uchun, ha. Hayotimdagi eng xursand bo'lgan kunim deyman shu o'g'lim Aha. Tug'ilgan. tug'ilgan kunda. Umrlari uzoq. Ayolim ham. Chunki bizni eri xotin yig'lab so'raganmiz-da. Yig'lab so'raganmiz Allohdan. Undan keyin mana 3 yilda doim 3 yilda 3 ta farzand keldi. Yaxshi, ilohim, umrlar uzoq bo'lsin, rohatlarni ko'ring. Qarang, oilam deb gapirganingizda, bolalarim deb gapirganingizda, hozir o'g'il farzand ko'rdim deganingizda borku, boshqacha xursand bo'lib ketdingiz-da. Shu ilohim, mana shunday xursandchilik hech qachon tark etmasin sizni. Sizlarchi eng xursand kuningiz? Akasi uylangan kun. Sizga ham navbat kelgan payt, ha, to'g'rimi? Navbat kelgan kun, yo'limni ochgan. Ya, mayli o'zi aytsin. Ha. Akam joy yo'limni to'sdi-da o'zi. Yaxshi. Uydagilar endi meni yo'limni ochmoqchi bo'lishdi. O'qiyman deydi. Nima Angliyada o'qib keldi-da u. Ha, mayli deyishdi, o'qishi bitdi uni. Endi meni yo'limni ochmoqchi bo'lishdi. Magistratura o'qiyman deydi. Ha, u aytdim-da ichimda. Shu akamni o'qishida men baxtsiz bo'lib ketmasam. O'qirarganda ham. Lekin akamni to'yda akamdan ham ko'ra men xursand bo'lganman-da. To'ydan bir kun oldin borib tabrikladim akam. Aka, ertaga to'ying tabriklayman. Eng baxtli kuning bilan tabriklayman dedim. Va? Ya to'y ertaga edi dedi. Shuning uchun bugun tabriklayapman desam dedim. O'shaning uchun ham bugun sening baxtli kuning oxirgisi dedi-yu. Salomat bo'linglar. So'nggi baxtli kuning bilan tabriklayman. Yaxshi, bizni tinglab turgan muxlislarimizga niyatlaringiz. Niyatlar nima deymiz endi? Duolar Sen ijobat. gapirgin bo'lmasa birinchi, keyin men yakunlab qo'yaman. Mayli. Konsertga ham borishimiz kerak. Bo'ldi. Nima deymiz endi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har doim yaxshi kayfiyat sizlarni tark etmasin. Biz doim xizmatda bo'laylik. Faqat to'y bo'lsin, konsertlar bo'lsin, Yaxshi biz kunlar xizmatda bo'lsin. bo'laylik. Yaxshi kunlar bo'lsin. Aha, Ovoz aka. Shu bizning niyatimiz mana to'y bo'lsin dedik deymiz-ku. To'y bo'lsin desak bo'ldi, hamma niyat shuni chekib ketadi. To'g'ri. Chunki to'y qachon bo'ladi? Tinchlik bo'lsa to'y bo'ladi. Sog'lik bo'lsa to'y bo'ladi. Xotirjamlik bo'lsa to'y bo'ladi. Farzandlar bo'lsa to'y bo'ladi. Farzandlar to'y bo'lsa bo'ladi. Hayotimizni ijtimoiy, nima deydi, iqtisodiy tomondan yaxshi bo'lsa to'y bo'ladi. Ilohim to'ylar bo'lsin deysiz-ku. Mana shu to'ylar bo'lsin degan duoga hamma niyatlar kirib ketadi. O'shaning uchun to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Bu hamma niyat qolgani shuning ichida. Sog' bo'ling. Lekin baribir nimagadir suhbatga odam to'ymay qoldi. Menimcha muxlislarimiz ham qaniydi yana bir soat Avazoxim bilan suhbat bo'lsa edi degan hozir muxlislarimizda ham xayol o'tyapti. Lekin bo'ldi aka, yana kelaman. Opa. Salomat. Bo'ldi. Shuna deyapsizmi hozir? Kelaman yana. Xudo xolisa. Keyingisida ko'p kuttirmayman deng-da. Salomat bo'ling. O'zlariga boslama. Aziz muxlislar, shuning bilan siz kutgan uchrashuv loyihasiga yakun yasaymiz. Bugun juda ham xursand bo'ldik. Mehmonlarimiz kulgi ustasi, qiziqchi
xalqimizning sevimli san'atkori Avaz Oxun va ularning shogirdlari Diyorbek Faxriyev bo'ldilar. Ajoyib iste'dod egasi, yoshlarning bir chiroyli vakili. Ham ko'rinishingiz ham go'zal ekan, turishingiz ham bugungi mimikalar. Bu oldi o'tgan yili. Nimadan? Qiziqchilar xush kayfiyat. Qani shundan boshlaymizmi? Birinchi o'rinni oldi. Yana bitta shogirdim bor, u boshqa yo'nalishda birinchi o'rinda. Salomat bo'ling. Ikkita shogirdim ham birinchi o'rinni oldi. Salomat Chunki bo'ling. hakamlarning ichida men bor edim-da. Qarang, salomat bo'ling. Diyorbek sizni ham alohida. Lekin men past ball qo'ydim bularga. Past ball. Salomat bo'ling. Xudo xolasa yana ko'rish nasib qilsin. Ilohi. Shuning bilan bugungi loyihamizga yakun yasaymiz azizlar. Yoshlarni kuzatib boring. Salomat bo'ling. Men mikrofon oldida dastur muallifi Zulfiya Fayzullayeva bo'ldim. Hammaga xayrli kun azizlar. Salomat bo'ling. Rahmat. Yoshlar radiosi taqdim etadi. Yoshlar radio kanali har kuni har dam yoshlarni tinglang. Yoshlar radio kanali orzularingiz ovozi.